Ehsonning mukofoti faqat ehsondir. Nimaga bunaqa deyotganimni videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Shu ko'rib turgan xonadoninglar eski shahar, Paxta ko'chada joylashgan. 5 oy oldin 6 ta xonadonimiz yonma-yon yongan. Undan ko'pchilikning xabari bor. Bu xonadonimizga ham qo'shnining uyidan olov chiqqani sababli ancha-muncha joy yongan ekan. Yaxshi insonlarning yordami bilan, davlatimizning yordami bilan shunchalik mana uy-joylarimizni tiklab, ancha-muncha ishlarni bitirib qo'yishibdi. O'sha 1 oy, 2 oydan keyin o'sha yana sovuq tushadi, yog'ingarchilik boshlanadi. Sizlarni ham, bizlarni ham bu xonadonimizga yordamimiz kerak. Agar qurilish tomonlama yordam bera olaman, eshik romlar olib bera olaman deydigan bo'lsangiz, pastga egalarining raqamlarini yozib qo'yganmiz, yordam bering. Yo, men mablag' tomonlama yordam beraman desangiz, ekranga karta raqamlarini ham yozib qo'yganman. Qo'lingizdan kelgancha yordam qiling. Agar qurilish mollari tomonlama yordam beradigan bo'lsangiz, siz shu xonadonga yordam bering. Ishlab chiqaradigan qurilish mollaringiz bo'ladigan bo'lsa, biz sizni joyingizda tekinga reklama beramiz. Ehsonning mukofoti ehsondir. Bu videoni yaqinlaringizga yuborib, videomiz kengroq tarqalishiga yordam bering.